motoblok olayotganda aldanib qolmaslik uchun siz bu videoni aniq ko'rishingiz kerak. Ko'pchilik akalarimiz mana shu turdagi yer haydaydigan motoblok olayotgan paytda juda ham ko'p aldanib qolishyapti. E'tibor beringlar. Ko'pchilik joylarda motobloklarni nakletga qilib mana shunaqa germanskiy mana akalar ko'rishinglar mumkin. Germanskiy hamda mana bunaqa yaponskiy deb nakletkani o'zini yopishtirib qo'yib, Germaniyada, Yaponiyada, undan tashqari Italiyada ishlab chiqarilgan shuni hisobiga sifatlari juda ham zo'r deb eng prostoy Xitoyda bir tiyinga qimmat traktorlarni qimmat narxlarda sotishyapti. Shu narsaga aldanib qolmasliklaring uchun bugun sizlarga eng arzon motoblokdan tortib eng qimmat motoblokgacha narx-navosini tanishtiraman va motoblok olayotganda nimalarga e'tibor berib olishinglarni qo'ldan kelgancha ma'lumotini beraman. Aytib o'tganimdek, oddiygina mana shunaqa nakletgani o'ziga Germanskiy deb yozdirishyapti. Germanskiy motoblok yoki yaponskiy yoki Turkiyalik motoblok yoki rossiyskiy motoblok deb sotilyapti. Lekin hozirgi paytda 90% motobloklar baribir Xitoydan kirib keladi, chunki narxlari juda ham arzonroq chiqishini hisobiga va undan tashqari oddiy misol ahamiyat beringlar. Mana shu rekord motoblogimiz va rekord motoblogimizni yashil holatda mana shu holatda keladi. Xo'p, yashiligiga mana bunaqa qilib 5 yildan garantiya motoblok uchun yozilgan. Ko'pchilik joylarda oddiy motoblokka mana shu rekord motoblogiga 5 yil garantiya deb sotilyapti. Lekin bu 100% yolg'on akalar. Chunki hech qanaqa motoblok uchun 5 yil garantiya berilmaydi. Chunki akalar bu motobloklarni o'zi siroga yaxshilab ishlataman siz 2-3 yil yaxshilab ishlatasiz va undan keyin yoki korobkasidan yoki motoridan o'zi buzilishni boshlaydi akalar. Shuni hisobiga hech qanaqa unaqa garantiyalarga ishonmanglar akalar. Eng garantiyasini beryaptimi? Eng kamida 1 yil bersa, shuni o'zi norma bo'ladi akalar. Xo'p, va undan tashqari ko'pchilik biladi, biz asosan akalar TX motobloklarni sotamiz va TX motoblogini ham 2 xil modeli mavjud deb ko'pchilik joyda aytsak, ko'pchilik sotuvchilarimiz aytayotdiki, TX motoblogini hech qanaqa 2 xil model emas, u hammasi bir xil model deyapti. E'tibor beringlar. Mana o'sha TX deb yozilgan yozuvi. Xo'p, yonidagi ham mana o'sha TX deb yozilgan modeli. Mana ko'rib turibsizlar, ikkalasi ham TX model, ikkalasiga ham ahamiyat beringlar. Korobkalariga mana TX deb yozilgan, lekin e'tibor bersanglar, mana bu motorida bir tomonida moy quyiladigan joyi bor, ikkinchi tomoniga ahamiyat beringlar, hech qanaqa moy quyiladigan joyi yo'q. Bu motopompani motori bo'lyapti akalar. Xo'p, ikkinchisiga ahamiyat beringlar. Bir tomonida mana yog' quyiladigan joyi bor, ikkinchi tomoniga ham ahamiyat bersanglar, yog' quyiladigan joyi bor. Bu motoblokning motori. Oddiygina suv motorini qo'yib qo'yib, sifatli original TX motoblogi deb ko'pchilik joylarda sotilyapti. Shu narsaga aldanmasliklaring uchun hozir hammasini ma'lumotini beraman akalar. Undan tashqari videoga bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa shu turdagi motobloklar xarid kelganinglarda narxlarini sizlar uchun suvdagi narxlarda qilib berib yuboramiz akalar. Xo'p, birinchi bo'lib eng arzon motoblogimizdan boshlaydigan bo'lsak, eng arzon motoblog atiga 3 million so'mdan 7 ot kuchli ahamiyat beringlar. Motorlari 170 motorlar bilan jihozlangan, ko'pchilik joylarda maqtab 4 milliongacha sotilayotgan modelni biz 3 million so'mga tarqatyapmiz. Motorlari 170 motor, aytib o'tgandek, baklari o'sha maqtab sotilayotgan 5 litrli bak qo'yilgan. Vozdukhlariga o'tadigan bo'lsak, vozdukhlari maslinniy vozduk qo'yilgan. Oddiygina bu motoblogimizni ham birkasiga qaraydigan bo'lsak, italyanskiy deb yozib qo'ygan, lekin bu ham 100% Xitoyda bir tiyinga qimmat traktor bo'ladi akalar. Xo'p, yurishlari zavodni orqali yarimta tortsangiz zavodit olib, yaxshi sifatli qo'ldan kelgancha men ishlab beradi. Xo'p, korobkalar o'sha oddiy 7 ot kuchli korobkasi qo'yilgan, balonlari 410 prostoyroq balon qo'yilgan bo'ladi akalar. Xo'p, oldiga 1-2 skors, orqaga bitta zatniy xoti bor. Komplektga frezalari bilan beramiz. Narxini 3 million so'm qilib beramiz. Bu modelini akalar. Aytib o'tganimdek, atrofda 4 millionga sotilyapti-ku. Bunga aldanib qolmanglar. Narxi atiga 3 million so'm xolos. Lekin aytib o'tganimdek, birkasiga italyanskiy, yaponskiy, rossiyskiy, germanskiy deb yozganiga umuman ishonmanglar, chunki bular 100% Xitoyda mahsuloti. Shunga aldanib qolib, motoblokni qimmat narxda olish shart emas akalar. Xo'p,
Motoblokda nima uchun ekan o'zi qimmat narxga olsa bo'ladi, nima uchun motoblokda narxi o'zgaradi, hammasi bir xil bo'ladigan bo'lsa deganlar uchun ahamiyat beringlar. Xo'p, mana shu ikkita motoblogimiz ko'rinishi bir xilga o'xshaydi. Rangi ikki xil xolos, ko'rinish ko'pchilik joylarda bir xil deyshadi. Ahamiyat bering. Baloni 400 ga 8 balon qo'yilgan. Bunga bo'ladigan bo'lsa 400 ga 10 balon qo'yilgan bo'ladi akalar. Xo'p, buni korobkalarga ahamiyat bersanglar, buni korobkalar sal kattaroq qilib ishlangan. Buni korobkalarga ahamiyat bersanglar, sal kichikroq korobka qo'yilgan. Lekin ikkalasini ham motori e'tibor beringlar, 170 motor yoniga birkalarigacha yozilgan bo'ladi. Xo'p, bunda hech qanaqa moy datchi yo'q, ahamiyat beringlar. Xo'p, bu motoblokda moy datchi qo'yilgan. Bu moy datchi vazifasi motorga masla quyilgan paytda, maslani srogi yetib kelgan paytda motoblok o'zi avtomatik o'chadi. Yokida suyulsa, yokida masla kamaysa, motor o'chadi. Bu masla moy datchiga bor motobloklarda, moy datchiga yo'q motobloklarda ko'lsani, gilzani ketqizadi. Shuni hisobiga akalar, bu prostoyroq deb hisoblanadi va narxi ham Xitoyda o'zida ham arzonroq chiqadi akalar. Shuni hisobiga motoblok olayotganingizda birinchi o'rinda mana shunaqa moy datchiga borligiga ahamiyat bering. Balonlari mana shunaqa katta balonligiga ahamiyat bering. Undan tashqari korobkalar kattaligiga ahamiyat beringlar. Rollari uzun bo'lsa, sizlarga haydayotganingizda qulay bo'ladi. Shu rolini uzunligiga ahamiyat bering. Undan tashqari yer haydaydigan mana bunaqa frezasi ham juda ham ko'p ishlaydi. Shu yer haydaydigan frezasiga ham ahamiyat beringlar. Ko'pchilik joylarda mana bunaqa kichkinaroq freza berilyapti ekan, hamda mana bunaqa yupqa frezalar ketyapti ekan. O'zi mana bunaqa qalin freza bo'lish kerak ekan. Shunisiga ahamiyat beringlar. Frezalarni qalin yupqaligiga qattan qanamata bo'lib olishinglardan qat'iy nazar, hozir aytayotgan narsalarimni qarab olsanglar, yaxshi sifatli motoblok olgan bo'lasizlar akalar. Undan tashqari aytib o'tgandek, xo'p, ukan biz o'zi qanaqa motoblok olsa eng zo'r motoblok bo'ladi deganlarga biz har doim Texas motobloklarni original variantini tavsiya qilamiz. Aytib o'tganimdek, ko'pchilik sotuvchi akalarimiz oldiga borsanglar, xo'p, Texas motoblogini faqat bir xil modeli bor deyishyapti ekan, lekin u yolg'onga ham ishonmanglar akalar. Ahamiyat beryapsizlar, ko'rsatib o'tyapman. Mana bu ham o'sha aytilgan Texas motoblogi. Buni ham korobkasiga o'yib yozilgan. Buni ham korobkasiga o'yib yozilgan, bakiga ham o'yib yozilgan. Ko'pchilik joylarda mana shu poddelka variantini ham original deyishyapti ekan. Mana hamma yo'g'i birga bir, lekin motorini oddiy misol yo'q qo'yadigan joyi bunda bitta. Bu tomonida yo'q. Bu benzin motopompa, suv tortadigan motopompani motori qo'yilgan model. Xo'p, bunda bo'ladigan bo'lsa, bu tomonida ham va bu tomonida ham mana yo'q qo'yadigan joyi bor, chunki bu motoblokda o'zini spesialni qazilgan motori. Undan tashqari oddiygina korobkalarga ahamiyat bersanglar, korobkalari ham buniki kattaroq qilib ishlangan, hamda sifati ham ishlagandan keyin juda ham yaxshi ishlab beradi. Rangiga ham bitta ahamiyat beriladi. O'zi kamerani o'zida yarqiligi ham, tiniqligi ham ancha farqi beryapti. Lekin ikkalasi ham bir vaqtda yig'ilgan motoblok, hattoki balonlariga ham ahamiyat bersanglar, balon ham tez ketadi bu prostoy modelida akalar. Xo'p, qattan qanamata bo'lib olayotgan bo'lsangiz ham, shu hozir aytib o'tgan joylarimga qarab oling va eng sifatli, eng zo'r motoblokni olaman desanglar, har doim Texas motoblogini original variantini olsanglar, sizlarga bu Texas motobloklari uzoq umr hamda yaxshi xizmat qilib beradi. Xo'p, undan tashqari boshqa turdagi motobloklar ham oqtarib yurgan akalarimiz bo'lsa, xo'p, mini kultivator, kichkina motoblokchalar, undan tashqari bu tomonda zanjirli motoblok, 17-6 kishilik, 15-6 kishilik motoblok oqtarib yurgan akalarimiz bo'lsa ham akalar, bexizolat aloqaga chiqinglar, eng arzon narxlarda, optim narxlarda qilib beramiz. Motoblok olayotganda aldanmanglar akalar. Hech qanaqa germanskiy, yaponskiy deb yozilgan nakleykaga ishonib, motoblokni qimmat narxda olib qo'ymanglar akalar. E'tiboringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.